Yulduzlarning ovozi bor, ovozingizda Gulnor opa. Shirinlar nafasi bor, nafasingizda Gulnor opa. Buyuk o'zbek san'atida fig'on bo'lar, dard bo'lar. Bugun kuylar tilar sizni. Shu sozingizdan Gulnor xonim Usmonova marhamat. Salomat bo'ling, shukrjon, sog' bo'ling. Va Samarqand vodiysiga ikki qishloqdoshlar diye. Sog' bo'ling, xushkels. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mana shunday go'zal to'yxonaga, to'yga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, mahalladoshlar, qo'ni-qo'shnilar, opalar, singillar, qolaversa uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun bir ajoyib tantana. Hojibomiz, Shokirjon otamiz, Hojonamiz, Mayatxon onamiz, hamda ukamiz Ulug'bek, Shohsanamxon singilimiz, jondan aziz farzandlari Rumaysoxonni to'ylari oldida debochasi qizlar bazmiga mana bugun hamma maqom maqarindosh yaqinlarni yig'ib ajoyib bir to'y qilishyapti. Butun oilamiz nomidan, Toshkentdan kela olmagan opa singillarimiz, akamiz, kelinlarimiz nomidan to'y sohiblarini bugungi to'ylari bilan tabriklayman. Chunki bu oila bilan biz uzoq yillardan beri qadrlonmiz, yaqinmiz. Kelin singilimiz kuyov bilan qo'shiq aytsin, baxtli bo'lsin, hamma havas qiladigan bir ajoyib oila bo'lsin. Qahramonliklarim yangi kuchda mana shunday bizni kelinimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz deb shu kelin qilganlarga doimo xursand bo'lib yursin. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat.